Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 24-iyul ekan. Bizga shu YouTube'dan videolarimizni ko'rib, chuvalchang boqayotganlarimizni, joylarimizni ko'rib, chuvalchang boqishga qiziqib, Namangandan, Chortoqdan, Saroy qishlog'idan Isomiddin kelgan ekan. Shu odamga endi 4 korobka 2 kvadrat chuvalchang tayyorlayapmiz mana. Yaqinda Namangandan, Kosonsoydan Odilxon kelganida aka-ukalar ularga chiroyli qilib, ularga ham chuvalchang bergan edik. Ularning videolarini Isomiddin ko'rib, men ham shu Asakaga borib chuvalchang olib kelaman deb niyat qilgan ekan. Mana o'zi chiroyli qilib mana Isomiddin yaxshi zich joylardan olyapti mana. 4 korobka hisobda tayyorlab oldik mana. Bu chuvalchang boqayotgan joylarimiz tepalarini mana qilib soya setkalarda to'sib qo'yganmiz. Bu chuvalchanglarni qanchalik quyoshdan saqlab namligini berib tursangiz, namligi yaxshi bo'lib tursa, bular kecha kunduz ishlayveradi. Mana bu boqayotgan joylarimiz juda salqin joylar. Chuvalchanglarni ham xudo xolasa yaxshi zich joylardan oldik shekillik. Mana bu ahvolda ketyapti mana endi. Chortoqqa. Mana bular mana urug'laydigan chuvalchanglar ekan mana. Namlilari ham juda yaxshi mana. Namlilari ham juda yaxshi. Zichlilari ham yaxshi. Juda zo'r ishlashyapti, xudo xolasa. Kecha kunduz ishlayveradi bular. Shu namliklari bo'lib tursa, salqin berib tursangiz, hammasi ham korobka ham endi bularni oralarni ko'rmay qo'ramiz. Hammasi ham bir xil mana. Isomiddin yaxshi joylardan olyapti. O'zimizni Chortoqda ham bor edi deydi. Endi bir Asakaga borib chuvalchang olib kelaman deb bir niyat qildim. Shu Orif aka bilan ko'rishib kelaman deb niyat qildim. Mana ko'rishib olib ketyapman deb shu yoqdan niyat qilib kelibdi Isomiddin. Mayli Isomiddin hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin. Rahmat aka, sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Mana endi doimiy siz bilan aloqada bo'lib turamiz-da. Mana Chortoqdan ham bitta tanish bo'ldi mana xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka-uka bo'lib, Bu xonada kelib turamiz. mana kelib ketyapti. Shu bahonada tanishdik mana xudo xolasa. Bundan buyog'iga endi doimiy aloqada bo'lib turamiz, telefonlashib turamiz. Yo'limiz tushsa kiramiz xonadoningizga, eshiklaringizga. Mana bu tomonlarga kelib qolsangiz, biz tomonga doim kirib turing mana. Tinch bo'ling. Mana
2 kvadrat chuvalchangni ham joylab oldik mashinaga. Mana. Chiroyli qilib joylab oldik. Mana endi yopib boramiz mashinalarni. Qani? Mana. Isomiddin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling aka. Ish qilayotgan ishlarimizga hammamizga ham Xudo barakasini bersin. Rahmat sizga ham. Rahmatingizni bersin aka. Rahmat. Maza qildim. Bundan buyog'iga telefonlashib turamiz endi, Xudo xolasa mana. Xudo xolasa chiqing aylanib. Tinch bo'lsin, Xudo xolasa o'tib qolsak, borib ko'rishib turamiz. Telefonda aloqadamiz. Yaxshi yetib oling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.